qilgan rassomlardan biri. U 21 marta Grammy mukofotini olgan. Bu uni barcha davrlardagi va yoshi bo'yicha eng ko'p mukofotlangan rassomga aylantirgan. Time jurnali uni dunyodagi eng nufuzli 100 kishidan biri deb e'lon qilgan. U Kanye West va bu yerda uning muvaffaqiyat uchun 10 ta qoidasi bor. Men 20 yil davomida korporatsiyada o'tirmayman. Vaqt endi. Endi o'zini ifoda etish va odamlar o'zlariga ishonish vaqti. Endi hammasi yaxshi bo'lish, ajoyib bo'lish vaqti. Bu dunyoda odamlar buyuk bo'lishlari, yorqin ranglari va boshqalardan ajralib turishlari uchun odamlardan qochishadi. Ammo hozir yaxshi bo'lish, siz eng buyuk bo'lish vaqti. Bu onlayn yoki nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu haqiqatan ham muhim va bu albatta muhim emas. Muhimi, bilasizmi, aslida undan 3 kun chiqqan, yana undan ilhom olgan odamlar ham va undan xafa bo'lganlar ham muhim emas. Bilasizmi, chunki u ish yurituvchilarni va atrofda o'tirib gaplashishni xohlaydiganlarni rag'batlantirish haqida. Ular juda ko'p vaqt sarflashadi. Ular o'rnidan turib orzulariga ergashish o'rniga bu haqda gapirishga juda ko'p vaqt olishmoqda. Chunki men bu yerda o'z orzularimga ergashish uchun keldim. Bilasizmi, va boshqa odamlarga o'z orzulariga erishishda yordam berish va hayolparast odamlarni ilhomlantirish uchun keldim. Biz shunday dunyoda yashayotganimiz aqldan ozadiki. Agar siz o'ta ijobiy va o'ta ijodiy bo'lsangiz, bu qo'rqinchli. Xo'sh, bu sizga ko'pchilikning mentaliteti haqida nimani anglatadi? Agar siz qo'rqsangiz, masalan, pozitivlik va ijodkorlik. Shunday qilib, hayotning bu nuqtasini bilganingizda doimo umid borligini biling. Va har doim yangi kun borligini biling. Va har doim bir yo'l borligini biling. Siz odamlarni butun umringiz davomida bilasiz. Ular sizga kamtar bo'ling, kamtar bo'ling, kamtar bo'ling deb aytishga harakat qilmoqda. Qachon oxirgi marta kimdir sizga zo'r bo'ling, ajoyib bo'ling, ajoyib bo'ling, ajoyib bo'ling, ajoyib bo'ling deb aytdi? Aytmoqchimanki, televizor olamidagi real dunyoda, qaysi dunyoda qolishingizdan qat'iy nazar, hamma buni bilish kerak. Men hech qachon reklama qilmaganman. Yuqoriga ko'tarilib gapirsam, fikrim, karyeram xavf ostida bo'lsa ham, nima bo'lishidan qat'iy nazar, kimdir deb nomlangan. Men teleprompter orqali o'qisam ham, his-tuyg'ularni his qilgan bo'lsam ham, har doim haqiqat deb o'ylagan narsam edi. Men mashhurlik qoidalariga yoki publitsistlarim aytganlariga rioya qilmayman. Gaplarni noto'g'ri aytsam ham, niyatim har doim ijobiy. Men dunyoga ko'proq narsa olib kelmoqchiman. Men dunyoga yordam bermoqchiman. Men odamlarning hayotini osonlashtirmoqchiman. Agar sizlar Zayn bilan intervyuni ko'rsangiz, bu mening pozitsiyamdagi odam uchun jasoratli ish. Ko'pchilik odamlar televizorga yoki boshqa narsalarga bu kameralar oldida bosh egishadi. Men kameralarga kamroq e'tibor berishim mumkin edi. Menga faqat oilam g'amxo'rlik qiladi. Men qizim, chaqalogim, goyalarim va orzularimni himoya qilish haqida qayg'uraman. Men juda galatiman va men butunlay rostgo'yman va ba'zida umuman noo'rinman. Gap shundaki, men daho emasman desam, sizga ham, o'zimga ham yolg'on gapirgan bo'lardim. Xo'sh, siz ilgari John Stevens bo'lgansiz. Buni Kanye West aytdi afsonaga o'zgartirish. Bilaman, birinchi odam aslida J.E.V. ismli yigit edi. U ham Chicagodan, men bilan Kanyening do'sti va u shoir. Biz Kanyening albomi ustida ishlayotgan edik va Kanye meni bu qismlarni kuylashga undadi. J.E.V. biz sizni afsona deb atashimiz kerak, chunki ovozim eski maktabga o'xshaydi. Menda doim keksa ruh bor edi. Kanye o'zingizni John Legend deb atashingiz kerak edi. Men esa yo'q, bu bema'ni deb o'yladim. Bilasizmi, albatta Kanyening Yesus nomli yangi albomi bor. Shuning uchun u katta, dadil so'zlarni aytishdan qo'rqmaydi. Va bilasizmi, ehtimol men John Legend bilan bog'liq bo'laman. Va mening asosiy hal qiluvchi omilim bu edi. Keling, buni qo'rquvdan qilmaylik, chunki siz o'zingizni afsona deyishdan qo'rqasiz. Ha, buni qilmaylik, chunki bu ish bo'lmasligidan qo'rqaman. Yaxshi kasbingiz bo'lmasa, o'zingizni afsona deb yursangiz, odamlar ustingizdan kulishi mumkin. Javob beryapsizmi? Men bu ustida ishlayapman deb o'ylayman. Men yo'ldaman. Iltimos, bir oz kuting. Olish. Bu. Men seni rostdan ololmayman. React emas. Butun 5 rost. Iltimos, buni oling. Iltimos, buni oling. Men hozir siz uchun rap qilaman. Buning uchun rap rock ustida. O'sha evda barla. To'g'ri. Mening ismim 937 dan Kem Grey. Kepimni yo'q qilish uchun keldim. Yosh og'ir vaznli primat. Yosh kamera Grey Kanyening oldida turibdi. Menga shartnoma bersangiz edi. Menga qasam ichaman, butun umrim buni orzu qilganman. Xudoga qasamki, men buni his qilyapman va amalga oshirdim. Kecha do'stimga shunday bo'lishini aytdim. Men Kanyedagi to'dadaman. Bir soniya kuting. Yozma bajaring. Bosim yo'q odam. Rohatlaning.
barlar. Hurmatli va qadrli azizlar, siz meni urishingiz kerak. Iltimos, marhamat. Siz barlarni sog'inasiz. Barlarni sog'indim. Yoldaman, pivo kerak. Tennisi, ogayo, tali. Mening uslubimni tekshiring. Ona retsepti bor. Qarang, men ortiga atdagi eng zo'rman. Meni eslab ko'ring. Ha, mening ismim Kim Grey, $120. Men appdan pul topa olmadim. Men diplom oldim, hayotimni birlashtirdim. Timdan pul oldim va keldim. Qani it. Menga imkoniyat bering. Xudoga va Allohga qasamki, yordamchi sifatida boshlashga tayyormisiz? Men hamma narsani boshlashga tayyor. Men shunday o'rganmoqchiman. Men buni tinglayman. Odam. Biz bir yordam boshlashimiz mumkin. Men katta rahmat do'stim. Vaqtingiz uchun rahmat. Katta rahmat. Kani, rahmat. Isming nima, yigit? Cameron Gray. Tanishganimdan xursandman. Odam. Rahmat, odam. Keling, chuqur nafas olaylik. Voy. Ha. Shunchalik ko'p odamlar meni qutiga solib yoki og'zaki ravishda qandaydir qutiga solib qo'yishga yoki dondani qutiga solib qo'yishga harakat qilishsa, ular haqiqatan ham o'zlarining nodonlik darajasini ko'rsatayotganliklarini anglamaydilar. Ular o'zlarini qutiga solib qo'yishadi. Bilasanmi, odamlar xohlagancha yozishi mumkin, yozaverishadi. Lekin odamlar aslida nima qilmoqda? Agar kimdir biror ish qilayotgan bo'lsa, ular aslida ish qilish qanchalik qiyinligini bilishadi. Men esa xuddi ish qiluvchilarga motivatsiyaman. Agar qilgan hamma ishlari muvaffaqiyatsiz bo'lganida ham, aslida ular muvaffaqiyatli, lekin hamma ishlari muvaffaqiyatsiz bo'lgan taqdirda ham, muvaffaqiyatsizlikka tayyor bo'lishimning o'zi ilhom manbai. Odamlar yo'qotishdan shunchalik qo'rqishadiki, urinishmaydi ham. Masalan, odamlar aytolmaydigan narsa, ular aytishmaydi. Men harakat qilmayman. Men qo'limdan kelgancha harakat qilmayapman va buni qanday qilib, qanday kichik ma'lumotga ega ekanligimni bilganimdek bajarishga harakat qilmayapman. Men jamiyat o'rnatgan qoidalarga rioya qilishni rad etaman, chunki ular o'zini past baholaydigan, noto'g'ri ma'lumotga ega bo'lgan, brending va marketing bilan odamlarni nazorat qiladi. Men bu qoidalarga rioya qilishni rad etaman. Bu haqiqat haqida, bu ma'lumot haqida, bu ajoyiblik haqida. Va yagona hashamat, bu vaqt oilangiz bilan o'tkazgan vaqtingiz. Bu yagona hashamat. Shunday qilib, bu hashamat tushunchasi men uchun noto'g'ri. Men o'zimni Steve Jobs yoki Walt Disney, Howard Hughes, David Stern, Michelangelo, Da Vinci, Iso yoki boshqa narsalar bilan solishtirgandi. Aytmoqchimanki, bular mening qahramonlarim. Bu men hurmat qiladigan odamlardir. Men yer yuzida shunday ta'sir qoldirishni xohlayman. Men shu paytgacha shunday ta'sir qoldira olgan bo'lsam, yana nimalar qila olaman? Bob Igerga qo'ng'iroq qilib, unga imkon ber desangiz. Agar Oprahga qo'ng'iroq qilib, "Yo, bu bolani qo'llab-quvvatla. Bu bolaning bolalari, uning ota-onasi o'qituvchi bo'lgan" desangiz. U ta'lim olishni xohlaydi. U o'quv dasturlarini ko'rib aytmoqchi. Buni qanday soddalashtiramiz? Aynan men musiqada qilgan ishim. Men mahsulotga murojaat qilmoqchiman. Men ta'limga murojaat qilmoqchiman. Bu mening dondi kompaniyam haqida. Shunchaki salbiy sharflar yozadigan odamlar qatori bor. Ular hazillashib, nima uchun u hali ham harakat qilmoqda? Agar biror narsani ko'rsam, imkoniyatni ko'raman, men unga boraman. Men asfaltni yorib, yangi asoslar yaratish uchun keldim. Ovozli va jamiyatda madaniy. Biz har doim ham o'zimiz xohlagan holatda emasmiz. Biz doimo osib boramiz. Biz doimo xato qilamiz. Biz doimo o'zimizni ifoda etishga va orzularimizni amalga oshirishga harakat qilamiz. Men siz uchun yaxshiroq narsani yaratmoqchiman. Biz cheklanganmiz. Bilasanmi, bu mening kimligimdan, hattoki mening huzurimda yashayotganimdan ham kattaroqdir. Gap bilasizmi, men yuzida bo'lganimda nima yordam berdi? Men odamlar ko'proq o'ylashlarini xohlayman. Men odamlar o'z orzularini yaratish va ularga ergashish yaxshi ekanini his qilishlarini va o'zlarini qutiga solmasliklarini xohlayman. Men odamlarga ajoyib narsa borligini his qilishlarini xohlayman. Har bir sohada ijodkorlik yetishmaydi, chunki odamlar qo'rqishadi. Rassom sifatida bu dunyoda xohlagan narsani qila olamiz. Siz meni sevasiz, mendan nafratlanasiz, men o'zimman.